Xo'p, Diyora, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qalay ahvollaringiz, yaxshimi? Assalomu alaykum teacher. Vaalaykum. Ha, yaxshi yuribman, rahmat. Xo'p. Qaysi kursda o'qidingiz, Diyora? Booster X'danman. Booster X. Yaqinda tugagan Booster X. Okay, zo'r. Xo'p, Mhm. natijangizni bir ko'radigan bo'lsak, listening 7,5, reading 8,5, meniki даже 8, nima qildingiz siz? Writing 6, speaking 6,5. Zo'r. Demak, overall 7. Faqat reading listening ustida ishladingizmi deyman, o'zim? Ko'proq asosan shunga ishladim. Okay. Xo'p, kirayotgan paytingizda qanaqa edi natija, Diyora? Reading bilan listeningdan. Kirayotganda, to'g'risini aytsam, listeningim sal pastroq edi. 5,5, 6 edi, lekin readingim o'zi normal chiqayotganda 6, 6,5 atrofida. Shunda listeningda 2 ballik o'sish, 5,5 desangiz agar, reading 6, 6,5 bo'lsa, readingda ham 2, 2,5lik o'sish bo'ldi, to'g'rimi? Yes. Okay. Qanaqa bo'ldi o'zi jarayon? Qanaqa dars qildingiz? Mentorlikmidi, mentorsizmi? Kursda nima sizga yoqqan tomonlari bo'ldi? Mentorli edi. Mentorlik edi. Demak, sizni nazoratda ushlashgan, to'g'rimi? Mhm. Bizda o'zi Booster X'da ham mentorlar, ham killerlar bor edi va bu meni dars qilishimga juda ham katta yordam berdi va turtki berdi degan bo'lsam adashmagan bo'laman. Chunki, siz o'tayotgan darslaringizdan tashqari, bizda yana undan tashqari mentorning darslari ham bo'lardi va bu meni improve qilishimga yanada ko'proq hissa qo'shdi deb o'ylayman. Mentoringiz kim edi kursda? Birinchi ismi Ergashbek, Azizbek. let me see. No, not Ergashbek. Raimkulov. Coach Raimkulov. Shu Ergashbekda? Coach, Ergashbek. Okay, zo'r. Ismi Ergashbek. Okay. Da. Xo'p, qanaqa kamchiliklar o'tdi kursda? Boshqa kurs olganmisiz o'zi birorta onlayn? Yo'q. Birinchi onlayn kursdan sotib oldim. Kutganimdan ham даже zo'rroq edi kurs. Kursda chunki hamma narsalarni cover qildik. Ham readingga, ham listeningga ishladik. Speaking, writing ham judayam zo'r edi. Strukturlari umuman mistake'lar ko'rmadim. Hammasi zo'r, bomba. Xo'p. Diyora, kattakon rahmat sizga. Natijangiz bilan tabriklayman yana bir bor. Hayotda erishgan eng kichkina yutug'ingiz shunaqa bo'lsin. Bundan ham katta yutuqlarni erishishda Xudo yordam bersin sizga. Okay? Charchamang. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat alohida. Sog' bo'ling. Rahmat.